Yakshanba xalqaro xotin-qizlarni uborka qilish kuni munosabati bilan men ham belimni qo'limga qo'yib, uborka qilishga kirishib ketdim. O'zi birinchi bo'lib oshxonani tozalab bo'lgan edim, lekin uni videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Keyin ishlam kallam ketib qolib, qolgan ishlarimni videoga olish uchun kamerani yoqib qo'ydim. Bundan 4 yil oldingi holatim esimga tushib ketdi. Sababi u payti men bitta ham ish qilmas edim. Hamma ishlarni opalarim qilardi. Men bo'lsa tekinxo'r bo'lib faqat yotardim. Hozir ham tekinxo'rman, faqat uydagi hamma ishni o'zim qilaman. Voy, uy atiga bir xonami deb yozmayli, uyim 3 xonali. Prosta zalda tozalab bo'lgan edim. Spalnida adam uxlayotgandilar, u yoqqa kira olmadim. Hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Keyin bundoq qarasam, Yulidi bilan o'zimni xonamdagi kelam menga mo'tillab qarab turibdi. Sabohat shotni ham cho'tkalab qo'ya qolgan dedimda, yana kimdir kelsa, "Yulbi parasat, uyingni tozalasang o'lasanmi demasin" dedimda, qo'limga shartta cho'tkani oldimda, hamma yog'ini yaxshilab cho'tkalab chiqdim. Mana senga deb. Cherizdan uy tozalasam ham, lekin shu Yulidiga kelam bilan o'zimni xonamdagi kelam soch bo'lib ketaveradi. Hozir opam ko'rsalar, o'zi 10 kunda bir marta uy tozalaysan, nima ko'pirtirasan deb yozadilar. Xuddi men bilan har kuni yashab qo'ygandek. O'tgan yildan beri Chechenkaga o'xshab bloger bo'lishga harakat qilyapman, lekin Instagram ichi qoralik qilib meni ko'ra olmayapti. Nimaga desanglar, endi blog ochib blog yurg'izaman deganimda, yo profilim minusga kirib qolyapti, yoki blog bo'lib qolyapti. Aytinglar, nima qilay? Shu videoni Chechenkani o'zlariga tashlab qo'yinglar, zora omadim kelib ko'rib qolsalar, meni Chechenkam menga havas qilarkan deb xursand bo'ladilar. Mana ko'rib turganingizdek, gazni ham yuvib bo'ldim, rakvinani bo'lsa, gelli dodini berib, gubkani ko'pirtirib, yaxshilab yaltillatib, chaltillatib yuvib tashladim. Ko'rib turibsizlar, chinni chiroq bo'ldi hamma yoq. Sizlarga vaysab shuncha ishni qilib tashaman. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat.